Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu qon berish yoki qon taqdim qilish salomatlikka ziyonliqmi yoki foydaliqmi degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Buningda men asosliqi shu qon taqdim qilishga qo'yilgan talablar, ya'ni qandoq odamlar qon bersa bo'ladi, qon bergandan keyin kelib chiqadigan ba'zi alomatlar, aningdan keyin shu qon berishniki sog'lomlikqa bo'lgan ta'siri to'g'risida qisqacha tushuncha berib o'tmoqchi. Tuvanda diqqatinglar leksiyaning tafsilotida bo'lsin. Qon berish yoki qon taqdim qilish boshqalar jiddiy xarakterlik qon yo'qotish sababidan jiddiy qonga ehtiyoj bo'lganda ularning hayotini qutqizish uchun qon berishni ko'zda tutadigan bo'lib, u bir xil insonparvarlikning ifodasi. U tashabbus qilishga va hurmatlashga sazovar yaxshi ish. Qon berish salomatlikka zodi ziyonliqmi yoki foydaliqmi? Bu ko'p xil omillar bilan munosabatlik masala bo'lib, uningga javob berish uchun qon taqdim qilish bilan munosabatlik ba'zi savodlar bilan tanishib o'tishga to'g'ri keladi. Undaqda bu qon nimalardan tuzilgan, uning tarkibida nima bor yoki qon hujayralari deganda qandaq hujayralarni o'z ichiga oldi degan vaqtida qon cho'ng jihatdan suyuqlik qismi va hujayra qismi deb ikki xil tarkibdan tuzilgan bo'lib, uningki suyuqlik qismini biz qon plazmasi deb ataymiz. Qon plazmasiniki asosliq tarkibi suv bilan oqsil bo'lib, uningdan boshqa mineral moddalar, ozuqliq, ya'ni biz yegan tomoq uchay orqali qonga kirib, badanning har qaysi joylariga shu qon orqali to'shiladigan bo'lg'achqa, qonning suyuqlik tarkibining asosli qismida ozuqliq bo'ladi. Uningdan boshqa shu badandan ajratib chiqarib, ya'ni sirtqa chiqarib tashlash ehtiyoji bo'lgan qoldiq moddalar, ya'ni bu qon orqali börekka berib, börekdan chiqarib tashlangan qoldiq moddalar. Undan boshqa biz nafaslangan vaqtida erishgan oksigen bilan badandan sirtqa nafaslanish orqali chiqarib tashlash zarur bo'lgan karbon oksidlarning hammasi shu qonniki suyuqlik qismi, ya'ni plazma qismida bo'ladigan moddalar. Hamda bu qonniki hujayra qismiga kelsak, bu asosliqi qizil qon hujayrasidan tarkib topgan bo'lib, uningdan boshqa shu badanniki mudofaa sistemasi, ya'ni kasallikning oldini olish yoki kasallikni saqaytishda muhim rol o'ynaydigan oq qon hujayralari, anandan keyin qon to'xtatishda muhim rol o'ynaydigan qon plastinkasidan tarkib topgan. Bu qonning suyuqlik qismi taxminan qon hajmining 55%ni egallasa, qondagi hujayra qismi taxminan 45%ni egallaydi. Bu shu qonningki tarkibi va qondagi hujayralar asosliq bizningki bilishga tegishli savodlar mushular. Qon badan ig'irlig'iningki 8%ni egallaydigan bo'lib, badan ig'irligi 65 kilogram keladigan odamda taxminan 5 kilogram yoki 5 litr qon bo'ladi. Qonning suyuqlik qismi, men yuqorida deb o'tgandagidek, qon plazmasi deb atiladigan bo'lib, u qon hajmininki 55%dan 60%ni egallaydi. Qolgan 40-45% qon hujayralaridan tarkib topgan. Bir qitimda taqdim qilgan yoki yo'qotgan qon, taqdim qilgan o'zimiz xohlab qon taqdim qilgan yoki operatsiya yoki qatnash vaqasi har xil zaxmi tufaylidan badanimizdan yo'qotgan qonning umum miqdori 10%dan ishib ketmasa, u alayda yomon oqibatni keltirib chiqarmaydi.
Ya'ni bu bizningki har qitimda qon taqdim qilishimizda bilishga tegishli bo'lgan eng yuqori chek. Ya'ni 65 kilogram keladigan odamda 5 litr yoki 5 kilogram qon bor desak, uning 10% yarim kilo yoki yarim litr, ya'ni 500 millilitr qon. Agar biz bir qitimda taqdim qilgan qon yoki badanimizdan yo'qotgan qon shu yarim kilo yoki 500 millilitrdan ishib ketmasa, alayda yomon oqibat keltirib chiqarmaydi. Hamda qon taqdim qilish yoki qon hadya qilish yoki qon berish degan vaqtida hozir qo'llanilayotgan qon berishninki turlari jami 4 xil bo'lib, uning birinchisi, ya'ni eng an'anaviy qon taqdim qilish, butun qon taqdim qilish. Ikkinchisi bo'lsa, bu keyingi taraqqiyotga ergishib o'tirg'a chiqqan qon taqdim qilish bo'lib, bu qizil qon hujayrasini taqdim qilish. Ya'ni buningda qon plazmasi va oqqon hujayralari boshqa qondagi boshqa tarkiblarni shu qon taqdim qilguvchiga qaytarib berib faqat uningki qizil qon hujayralarini ilib olishni biz qizil qon hujayrasini taqdim qilish deymiz. Uchinchi qon plastinkasi taqdim qilish. Bu qon plastinkasi asosliq shu qon to'xtatish rolini o'ynaydigan bo'lib, bu qon to'xtatishda masala bo'lgan ba'zi bemorlarga shu qon plastinkasi berishga to'g'ri keldi. Uning uchun qon plastikasi taqdim qilishga to'g'ri keldi. To'rtinchisi bo'lsa qon plazma taqdim qilish, ya'ni qonningki 55-60%ni egallaydigan suyuqlik qismi qon plazmasini taqdim qilish. Bular hozir ko'p qo'llanayotgan 4 xil qon taqdim qilish turi. Undaqda bu qon taqdim qilishning shartlari nima? Qanday odam qon taqdim qila oladi degan vaqtida qon taqdim qilguvchi birinchisi cho'qim 16 yoshdan yuqori bo'lishi kerak. Ba'zi davlatlarda cheklama 18 yosh, ham yuqori yoshning yuqori cheklamasi qanday degan vaqtida ba'zi davlatlarda cheklama yo'q, lekin ba'zi davlatlarda eng yuqori bo'lgan vaqtida 66 yoshdan 70 yoshgacha bo'lishi kerak. Ulardan yuqori bo'lgan vaqtida qon taqdim qilishni asosan tashabbus qilmaydi. Lekin ba'zi davlatlarda haqiqatan cheklama yo'q. Bo'lib jiddiy ahvol ostida 70 yoshdanmi ortishi mumkin, lekin normalda asosan 16 yosh bilan 66 yosh oralig'ida kontrol qiliqliq. Ikkinchisi badan ig'irligi cho'qim 50 kilogramdan yuqori bo'lishi kerak. Uchinchisi sog'lom bo'lishi kerak, ya'ni har xil yuqumli kasal bo'lmasligi, badanning qon ishlab chiqarish iqtidori normal bo'lishi kerak. Bu shu qon taqdim qiladigan odamlarga qo'yiladigan shartlar. Undaqda bu qon taqdim qilishninki qandaq aks ta'siri va qandaq yomon oqibati bor degan vaqtida qon taqdim qilgandan keyin qisqa muddatda bosh qiyish, mag'dursiz his qilish qatorliq alomatlar ko'riladigan bo'lib, qon taqdim qilguvchi odatda bir necha kundan eng kechikkan vaqtida 2-3 hafta ichida asosan asliga keladi. Agar qon taqdim qilguvchiniki tini sog'lom va badanning qon ishlab chiqarish iqtidori normal bo'lsa, qon taqdim qilishninki alohida ziyni bo'lmaydi. Aksincha, ba'zi tadqiqotlar natijasiga asoslangan vaqtida hatto muvofiq qon taqdim qilib turganlarniki umri uzun bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni qon taqdim qilgan vaqtida ularniki uzun umr ko'rishiga foydali ekan. Bu bir qism tadqiqot natijalariga asosan chiqarilgan yakun. Undaqda bu qon taqdim qilgandan keyin nimalarga diqqat qilish kerak degan vaqtida birinchisi suv to'liqlashga e'tibor berish kerak, ya'ni ko'proq suv ichish kerak. Bo'libmi qon plazmasi taqdim qilganlar agar yetarlik suv ichgan vaqtida qonning hajmi tezla asliga keladi. Ikkinchisi qon taqdim qilgan kuni badan chiniqtirish yoki ig'ir narsa ko'tarishdan saqlanish kerak. Hamda qon taqdim qilgan kunisi
ba'zi insonlarda beshiq qaydigan, ko'z to'lishadigan, badan mag'dursiz his qilganligi uchun bundaq odamlar badan chiniqtirishga qatnashmaslik, ig'ir narsa ko'tarolmaslik bu alohida diqqat qiladigan masala. Uchinchisi qon taqdim qilgan kuni putini igiz qilib, ya'ni e, yurak qismidan yuqori qilib orom olish, yaxshi uxlash kerak. To'rtinchisi yaxshi ozuqlanish, oqsil va temir moddasi mo'l bo'lgan yemekliklarni iste'mol qilish. Bo'lib e, to'liq qon taqdim qilgan yoki qizil qon hujayrasini taqdim qilganlarda shu ozuq yaxshi ozuqlangan vaqtida bo'lib temir moddasi mo'l bo'lgan yemekliklarni iste'mol qilgan vaqtida ularniki taqdim qilgan qonni badan tezla to'liqlab qayta ishlab chiqara oladi. Asli kelishmi tez bo'ladi. Qon taqdim qilish ziyonliqmi yoki foydaliqmi degan bo'leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizning tinini salomat qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xudoga omonat.